Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz string bilan ishlash. String yaratish. Bu eng oddiy string yaratish. Oldingi darslarda ham ko'rib o'tganmiz. Hello world, salom deb chiqdi. Bu eng oddiy string yaratishimiz. Oldindan yozib qo'ygan kodlarim bor edi, tushuntirib o'taman. String elementiga murojaat qilish. Misol uchun matn deb yozdikda kiritdik Python deb. Print matn 0. 0-chi indeksi bu p, mana yonida chiqadi p. -1 bo'lsa n bo'ladi. Orqadan boshlaydi-da. -1 bo'lsa Pythonni teskarisini sanab boshlaganday bo'ladi-da. Keyingisi string kesib olish. Yana shu o'zgaruvchini kirgizdik. Matn Python deb 0-3 0-chi indeks, 1-chi indeks, 2-chi indeks, 3-chi indeks 0 dan 0 3, to'g'rimi? 0 p-ni oladi. 3 1 0 1 2 3 p-y-t. 3-chini olmaydi. 0 ni oladi lekin. 1 2 3. Shuning uchun javobi p-y-t deb chiqadi. 2 bo'lsa faqatgina zone deganini oladi. 4 bo'lsa pies bo'lib qoladi. 2.-1 bo'lsa Pythonni teskari chiqaradi. Misol uchun ismingizni teskari yozsangiz, teskari chiqarib beradi. Misol uchun hozir shuni yozib ko'ramiz. Misol.py. Ochdik. Shu kodni olamiz. Ctrl S. Yozib o'tirmadik, vaqtni ketkazib. Ctrl V. Mening ismim Asadbek. Teskari chiqarmoqchimiz. Sinab ko'ramiz. Run Python. Keptasi Asadbekni teskari qilib chiqarib beradi. Ko'rdingizlarmi? Endi string uzunligini aniqlash. Misol uchun string uzunligini aniqlash bo'lsa, len uzunlikni aniqlaydi. Len matn tekshiramiz. 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta harf bo'lgani uchun 7 deb chiqarib berdim bu joyda mana. Javob. Yozalaymiz. Keyin matnning uzunligini aniqladik. String metodlari. Salom. Misol uchun upper hamma harfni katta qilib beradi. Lower hamma harfni kichkina qilib beradi. Title bo'lsa bittasini katta, qolgan hammasini kichkina qilib beradi. Sinab ko'ramiz. Matn upper matn nuqta upper tekshirib ko'ramiz. Xatolik chiqardi. Upper bizda nima qavs qolib ketgan ekan.
Uzr. Tekshiramiz. Hamma harf katta harfda chiqdi. Keyingisi lower title deganda o'zingiz tekshirib ko'rasizlar. Bo'sh joyni olib tashlash. Misol uchun o'zimni ismimdan kelib chiqqan holda misolni ko'ramiz. Bo'sh joy. Probel tashladim. Endi shuni ko'ramizda hozir. Bo'sh joyni olib tashlash. Strip nomli o'zini kutubxonasi bor. Strip. Strip. Run qilamiz. Boshda tozalab olamiz. Tekshiramiz. Probelsiz chiqarib berdi. Ko'rdingizlarmi? Endi keyingisi almashtirish. Misol uchun men Java o'rganyapman. Java Python. Kodni olamiz. Ishlatib ko'rsataman hozir shu kodni. Men Python o'rganyapman. Oldu, chiqdi. Stringni birlashtirish. Salom dunyo. Misol uchun Ctrl tozalaymiz. Adding Asadbek Bating dastur yoki misol desak bo'ladi. Misol print a plus b. Tekshiramiz. Asadbek misol deb chiqdi. Keyingisi strni bo'lish. Olma, banan, gilos bo'lib chiqarib berdi. Bitta joyda edi-ku. Eng oxirgisi bu misol. Misol uchun matn kiritamiz. Upper kichkina harf, katta harf yoki bosh harfi katta, shunaqa qilib yozib ko'rasizlar. Hozir katta harfda turibdi upper. Uzunligi matn len orqali matnning uzunligi. Keyin teskarisiga qilib yozib ko'rasizlar. Bugungi darsimiz stringning imkoniyatlari, shulardan foydalanish edi.